Salom, mening ismim Labin. Ushbu videoda men sizlarga aynan qanday faoliyat turlari bilan shug'ullanishimiz haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Biz laboratoriya uskunalari, laboratoriya sarf-xarajat materiallari hamda servis xizmatlarini amalga oshiramiz. Uskunalarimiz ro'yxatida xromatografiya, element analizatorlari hamda umumiy laboratoriya uskunalari mavjud. Sarf-xarajat materiallaridan siz laboratoriya reagentlari va standartlari, qurilma aksessuarlari hamda quyidagi boshqa tovarlarni topishingiz mumkin. Shuningdek, qurilmalaringizni ta'mirlash hamda metrlar bo'yicha o'qitishni taklif etamiz. Xo'sh, odatda bizning xizmatdan kimlar foydalanadi? Oziq-ovqat xavfsizligi laboratoriyalari, farmatsevtika laboratoriyalari va albatta ilmiy faoliyat bilan shug'ullanadiganlar. Yuqorida sanab o'tilgan tovarlar va xizmatlar bo'yicha savollaringiz bormi? O'zingizga qulay bo'lgan aloqa vositalari yordamida biz bilan bog'laning. Sizga yordam berishdan doimo xursandmiz.